Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va nihoyat 577 avtomobillarga shartnoma berish boshlandi. Videomizning oxirida albatta avtomobillar narxlari hamda oldingi narxidan qancha chegirmada, ya'ni qanaqa zo'r uslugalarda sotib olish imkoniyatlarini sizlarga taqdim qilamiz. Videoni oxirigacha kuzating hamda bitta like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Nimaga videomizni bunaqa tartibda boshladik? Sababi ushbu avtomobillar ana endi Xudo xolisa O'zbekistonda yig'ilishi boshlanadi. Ya'ni ushbu avtomobillar hozirda shartnoma ochildi. Oldingi narxidan anchagina foyda edi. Ya'ni 72 million chegirma asosida. Chegirma deyish xato, sababi bu avtomobilni O'zbekistonda, ya'ni Made in Uzbekistan bo'lganligi uchun ancha narxlari optimal variantda chiqadi. To'g'rog'i, rastamboshkalari ancha kam bo'lganligi uchun biz ham sizlarga zo'r narxlarda yetkazib berishni Xudo xolisa reja qilib qo'yganmiz. Xo'p, bir chetdan avtomobil bilan tanishtirib o'tamiz. Bu model oldingi 555 T33 lardan qanaqa farq qiladi degan savollar albatta sizlarda tabiiy holatki tug'ilishi aniq. 533 500 modellarining eng boshlang'ich krossoverlardan hisoblanadi. Ya'ni shahar uchun mo'ljallangan krossoverlardan biri hisoblanadi. Ana undan keyin 555 modeli, keyin T77 va oxiri 500T99 modellari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Bu modellar allaqachon O'zbekistonga kirib kelgan. Ya'ni bu modellarimiz bizning bozorimizda 2021-2022-yillarda eng ko'p sotilgan modellardan biri hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston bozorida to'liq test rejimidan o'tib bo'lgan, ya'ni to'laqonli sinash rejimlaridan o'tib bo'lgan. Bu avtomobilning kapoti ostida 1,5 litrli turbina dvigatel turibdi. Yoqilg'i sarfi kitobida albatta qancha aytiladi, real sharoitda qancha aytiladi. Atilabdan qo'limga qozib oldim. 7,1 litr yoqilg'i sarf. Lekin real sharoitda bilasiz, O'zbekistonda benzini juda ham sifatliligi uchun 8-10 litr atrofida yoqilg'i sarf qiladi. Menimcha 8-10 litr hozirgi bunaqa razmerdagi avtomobilga yomon emas. Hattoki Gentralar 14-14,5 litr atrofida yoqilg'i sarf qilayotgan bir paytda. Ushbu avtomobilimizni oldinroq ko'ryapsiz, LED faralar bilan jihozlangan. Ablisovkalari, ya'ni oldingidek, ya'ni 570 larda ham, T55 larda ham o'zgarmagan holatda xuddi o'zini brendi logotipiga o'xshab ishlab chiqarilgan. Narxi juda ham chiroyli. Videoni cho'zib o'tirmasdan sizlarga boshida aytib qo'ying, sababi obunachilarimiz sabri mana shunaqa joyda kamlik qiladi. Avtomobillar narxi oldin 327 million atrofida sotilgan avtomobillar ana endi siz 258 million 70 ming so'm evaziga shartnoma olishingiz mumkin. Bo'lsa obunachilarimiz bo'lsa, agar oldindan 100% to'laydigan bo'lsangiz, yana 8 milliondan oshiq chegirma qilib beriladi. Avtomobilni yetkazib berish muddati xudo xolisa oktyabr 20-sidan boshlab, hozir sentyabr 15-sida turadigan bo'lsak, xudo xolisa oktyabr 20-sidan boshlab egalariga tarqatish rejalashtirilgan. Ya'ni siz to'lov qilasiz, yetkazib berish muddati birinchi partiyalari oktyabrda oxirlariga boshlab egalariga tarqatiladi. Endi siz bu videoni misol uchun 3 oydan keyin, 4 oydan keyin ko'rgan bo'lsangiz, balki u yoq yana cho'zilish ehtimoli bor. Sababi talab juda ham katta. Mana mijozlarning o'zi yurishligidan bilsanglar bo'ladi. Ko'pchilik mana shu avtomobillarni kelib, o'rganib, tanishib chiqishmoqda. Endi sekin-sekin buni yon taraflariga ham o'tamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz 360 gradus kamera bu avtomobilimizda bor. Diska balonlariga ham alohida to'xtalamiz. 225 45 R19. Men birinchi olganimda mashinani haydab ko'raman. Xudo xolasa yana qo'shimcha tarzda men albatta bunga kattaroq balon qo'yib yuborgan bo'lar edim. Endi bu narxga, misol uchun, Trekkerga yaqin narx bo'lib turibdi. Rassrochkaga ham Trekkerlar bundan ham qimmat berilyapti. Trekker 2 to'g'risida, full paysalar to'g'risida gap ketyapti, lekin menimcha Trekkerdan ancha yaxshi. Yana o'zingizlar kelib salonda tanishinglar mumkin. Ichki salonni bitta ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mana qaranglar. Kojali salon. Undan tashqari 360 gradus kamera, klimat kontrol, kruiz kontrol, 360 bor, palso держанияsi bor, parkovka bor, avtospust bor. Xullas, juda ham kerakli bo'lgan navrotlarimiz bor. Eng qizig'i panorama tomlari ham ushbu avtomobilimizda mujassam. Oldi taraf albatta bu avtomobilingizda McPherson podveskalaridan qo'yilgan. Orqa taraflari bilan sizlarga tanishtirib o'tmasak bo'lmaydi. Mana qaranglar, mana orqa o'rindiqlari ham, ko'jalarini, dizaynlari ham, kачестволari ham anchagina yaxshi. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Endi buni yukxona hajmini ham sizlarga ko'rsatamiz. Qaranglar. Yukxona hajmi ham o'zini огнетушитель o'sha kerakli bo'lgan mashinani tortib bittada ko'rsataylik, sababi ko'pchilik, hattoki men o'zim ham birinchi marta ochib ko'raman ichida nima bor ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana огнетушитель, znak, mana qanaqalari, aptechkasi shekil. Aptechka ekan, kiyim anonsi chiqar ekan, Bestyon brendini o'ziniki. Xudo xolasa komplektatsiyasida bu narsalar ham chiqadi.
Xo'p, yukxonasi menimcha bunaqa kichkina emas. Trekkerlardan anchagina katta. Bundoq hisoblasangiz 20 ming atrofida chiqadigan avtomobil 258 million. Endi dollar kursi bo'yicha endi qachon ko'rsanglar bu videoni kurs bo'yicha, bank hisobi bo'yicha hisoblayverasizlar, muammosi yo'q. 258 milliondan ham agarda oldindan 100% to'lov qiladigan bo'lsangiz, yana 20 ham bo'ladi. Besключевой dostupimiz shu avtomobilda bor. Bismillahirrohmanirrohim deb eng qiziq joyiga o'tiramiz. Xo'p. 2025-yil ushbu avtomobilimiz, start stoplarimiz bu yerda joylashgan, avtoxoldlari ham bor. Elektronniy ruchnigi bu yerda. Korobkasi 7 bosqichli, cruise kontrollari, klimat kontrollari, to'g'ri. Sidinlar isitish funksiyalariga ega, ya'ni old o'rindiqlarimiz isitadi. Kolonkalarni baland qilamiz. Radiolarni nastroyka qilish kerak ekan. Buni pasaytiramiz. O'chirib qo'yadigan bu yerda. Yo'q, knopkalar ham lekin ancha yumshoq chiqdi oldingilardan ko'ra. Xo'p, panoramasi ko'rayotgan bo'lsangiz, to'liq panorama. Panoramalari ham zo'r variant qilib qo'yilgan. To'g'risi, menimcha bunaqa narxlarga, bunaqa ko'rinishdagi avtomobillar topish bozorda anchagina qiyin. Kolonkalari ham anchagina yaxshi. Buni bemalol kelib, bitta salonda tanishib, haydab ko'rsanglar ham bo'ladi. Xudo xolasa test drive'ga ham bitta qilib beramiz. Kelib tanishib, yoqsa xarid qilish imkoniyati bor. Undan tashqari, xudo xolasa keyingi videolarimizni ham kuzatadigan bo'lsanglar, yana O'zbekistonda qanaqa avtomobillar yig'ilishi to'g'risida video ham qilamiz. Unda bundan ham boshqa turda, ya'ni Bestune B70 2025 restyling komplektatsiyasini taqdim qilamiz. Undan tashqari Ailo Shine degan modelimiz bor. 8 million atrofida narx chiqadi. Juda ham kompaktli variantda narx chiqadi. Xudo xolasa ularni ham sizlarga obzorda ko'rsatib o'tamiz. Hozirda bu avtomobilimiz narxi 258 million 70 ming so'm. Bemalol avtosalonimizga kelib, ko'rib, haydab ko'rib, test drive qilib, yoqsa shartnoma olishingiz mumkin. Xudo xolasa oktyabr oxiridan boshlab birinchi partiyalar yetib kelish boshlanadi. Oq hamda qora ranglari keladi. Pastdagi nomerlarga telefon qilib, yana to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga hamma ma'lumotlarni tashab berishadi. Test drive'ga faqat kelishingizdan oldin telefon qilib, yozilib kelishinglarni so'rab qolamiz. Sababi ob-havo sharoiti ham test drive'imizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni qor yog'ib ketsa, anaqa bo'lsa, test drive'ga avtomobil chiqara olmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun telefon qilib, ogohlantirib, bemalol showroomimizga tashrif buyursanglar bo'ladi. Hammanglarni avtosalonda kutib qolamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham zo'r videolarni sizlarga taqdim qilishda davom etamiz.